Tarixingdur ming asirlar, ichra pinhon o'zbegim degan qo'shiqni eshitgansizlar, lekin o'zbegimdagi mana shu fayzli xonadonimizni hali videosini ko'rganinglar yo'q. Hozir sizlarga buni batafsil tushuntirib o'taman. Xo'p, Yakkasaroy tumani, shunda Bobur ko'chada O'zbegim kompleksimizdan 4 xona 114 kvadratli shu ko'rib turganinglardagi fayzli, chiroyli xonadonimiz sotuvga chiqqan. Oshxona bilan zalimiz bitta qilib yuborilgan, hozirgi Yevropa standartiga asoslanib. Bu yerda mana ko'rishinglar mumkin. Kuxniy mebellarimiz bor. Gazlarimiz bor, duxovkalarimiz bor, bu yoqda xolodilniklarimiz, mana bu yoqda to'g'ri-to'g'rilarni qilsalar bo'ladi. Oilaviy choy ichib o'tirishingiz uchun yetadigan stol, stul o'zini posudalari bilan olib kelib qo'yilgan. Tashqariga qaragan oynalarimiz ham bor va bu yoqda mana televizorli zonamiz bor, konditsionerlarimiz bor. Xullas, bu uyimizda hamma narsamiz shunday kiyim bilan kirib yashashingizga tayyor. Yumshoq mebelimiz bor va bu yoqda jurnalist stullarimiz. Kartinkalarga ham ahamiyat berasiz va bu uyimizda remontlari juda ham chiroyli, hozirgi kunda oppoq qilingan, hammaga kirganida shunday yoqiydigan qilingan va atachentoda ishlatilgan. Va bu yoqda bizni bitta bolalar yotoqxonamiz joylashgan, tashqariga qaragan oynamiz bor. Mana bu yoqda kartinkalarimiz, o'zining shkoflari. Bu 14 etajga domning 10-etajida joylashgan do'stlar. Bu yoqda bizni kattagina hol qismimiz joylashgan. Bu yoqqa barcha dekorlaringizni, suvenirlaringizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi va kelinglar, bu yoqda bizni alohida qilingan. Bu yoqda mana hojatxonamiz va tahorat qiladigan uskunalarimizgacha joylashtirib qo'yilgan. Bu yoqda esa bizni kattagina sanuzel qismimiz joylashgan. Mana dushovoy qilingan, barcha sharoitlarga ega va bu yoqda bizning kirish qismimiz. Stroyli shkaflarimiz bor. Mana podyezdimizdan kirishimiz. Xo'p, endi yuringlar. Qolgan xonalarni ham ko'rsatib o'taman. Bu yoqda kartinkalarimiz ham bor do'stlar. Eshiklarimizni sifati ham eng zo'r eshiklar o'rnatilgan. Bu yoqda bitta kattagina spalni qismimiz joylashgan, yorug' shinam, xullas dam olishga qulay sharoit qilingan. Kartinkalari, biralari va podsvetkalari bilan bu yoqda tumbichkalari, konditsionerlari, ayollarimiz uchun komodlari, televizorlari. Bu yoqda esa shkaflarimiz bor. Mana kartinkamizni kelishinglarga xudo xolasa ilib qo'yamiz. Xo'p, kelaylik endi. Kattalar spalnisi, haqiqiy kattalar uchun keng ekanda, mazza ekan bu yoq bor-ku. Mana tashqarida panorama oynamiz bor, kattagina Bobur ko'chamiz. Va sizlarga buni ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana ko'rishinglar mumkin. To'g'rimiz o'ngga ketsak, aeroportga ketamiz, chapga ketsak, shu Yakkasaroy, Pushkin haykallarining yoniga boraveramiz. Bu yoqda televizorli zonalarimiz bor, komodlari bilan va mana bu yoqda o'zining joylashgan, marhamat ko'rishinglar mumkin. Barcha qulayliklarga ega. Xullas, kiyimlaringizdan umuman muammo yo'q. Endi ana keyin sizda taqinchoqlar ko'p bo'ladi. Shuning uchun sizda ham o'ylagan holda mana taqinchoqlaringiz uchun mana shu yerlarga qo'yib qo'yish uchun joy qilingan. Xo'p, bu uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 229 ming aziz birodarlar, yana shu yerga kelsanglar, O'zbegim kompleksini hammanglar bilasizlar. Zakritый двор, axrana o'tiradi va bolalar plashatkalari, futbol maydonlari, hamma narsasi bor. Demak, bu uyimizning narxini aytib o'tdik. Aloqaga chiqaverasizlar. Sizlar bilan Muhib Rahim bo'ldi. Yana ko'rishguncha sog' bo'linglar.